Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi mavzu juda muhim. Pensionerlar, pensiyaga chiqishga yaqin turganlar. Ota-onasi yoki bobo-buvisining pensiya hujjatlari bilan shug'ullanayotgan farzandlar bu ma'lumotni albatta oxirigacha eshitish kerak. Chunki gap O'zbekiston prezidenti imzolagan va pensionerlarga bevosita ta'sir qiladigan 6 ta muhim huquqiy o'zgarish haqida ketadi. Bu o'zgarishlar pensiya miqdori, stajni hisoblash, imtiyozlardan foydalanish, tibbiy yordam. Ishlovchi pensionerlarning huquqlari va hujjatlarini to'g'ri rasmiylashtirish bilan bog'liq. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval qanday edi? Hozir nima o'zgardi? Kimlar bundan foyda ko'radi? Kimlar esa beparvo bo'lsa pul yo'qotishi mumkin. Ayniqsa 25 avgustgacha o'z hujjatlaringizni, elektron bazadagi ma'lumotlaringizni va pensiya hisob-kitobingizni tekshirib chiqishni tavsiya qilaman. Chunki ko'p holatda odamning haqqi bor, lekin hujjat to'liq bo'lmagani yoki ma'lumot bazada noto'g'ri turgani uchun u o'z pulini olmay qoladi. Agar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Bu kabi ma'lumotlar aynan sizning oilangizga, ota-onangizga yoki yaqinlaringizga foyda berishi mumkin. Avvallari pensiya masalasida eng katta muammo hujjatlarning tarqoqligi edi. Bir odam 30 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin mehnat daftarchasidagi yozuv xira bo'lsa, korxona tugatilgan bo'lsa, arxidan ma'lumot topilmasa, ayrim yillar stajga kiritilmay qolardi. Natijada odam umr bo'yi ishlagan bo'lsa ham pensiyasi kam chiqardi. Masalan, bir ayol 1915 yildan 2005 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan, keyin bozor iqtisodiyoti davrida korxona yopilgan. Mehnat daftarchasida muhr bor. Lekin arxida ma'lumot topilmasa, ayrim yillarni tasdiqlash qiyin bo'lardi. Shunday vaziyatda odam 20 yil emas, urdir yoki 15 yil staj bilan hisoblanib qolishi mumkin edi. Yana bir muammo shuki, ko'pchilik pensiya yoshi yaqinlashganda qayerga borishni, qanday hujjat kerakligini, qaysi yillar hisobga olinishi yoki olinmasligini bilmas edi. Pensiya jamg'armasiga borganda esa ma'lum bo'lardi-ki, pasportdagi ma'lumot bir xil, mehnat daftarchasidagi familiya boshqa yozilgan, tug'ilgan sana bir joyda boshqacha ko'rsatilgan, diplomdagi ismda bitta harf farq qiladi. Mana shunday mayda ko'ringan xatolar pensiya tayinlashni cho'zib yuboradi. Hozirgi o'zgarishlarning asosiy maqsadi shuki, pensioner odam ortiqcha idora yurmasin. Davlat organlari o'zaro ma'lumot almashsin. Staj va ish haqi haqidagi ma'lumotlar elektron bazadan olinishi osonlashsin. Pensiya tayinlash va qayta hisoblashda inson omili kamaytirilsin. Lekin bu yerda juda muhim bir nuqta bor. Bazada ma'lumot bo'lmasa yoki noto'g'ri bo'lsa, tizim o'zi sizning foydangizga hamma narsani avtomatik to'g'rilab bermaydi. Shuning uchun men 25 avgustgacha hujjatlarni tekshirib chiqish kerak deb alohida urg'u beryapman. Birinchi muhim o'zgarish pensiya tayinlash jarayonini soddalashtirish bilan bog'liq. Endi asosiy yo'nalish shundan iboratki, davlat organlarida bor ma'lumot pensionerdan qayta so'ralmasligi kerak. Ya'ni agar sizning ish stajingiz, soliq to'lovlaringiz, ish haqi ma'lumotlaringiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringiz elektron bazada bo'lsa, sizdan yana qog'oz ko'rinishda shu ma'lumotni olib kelish talab qilinmasligi kerak. Bu oddiy pensioner uchun nimani anglatadi? Masalan, erkak kishi 60 yoshga to'ldi va pensiyaga chiqmoqchi. Avval u korxonadan ma'lumotnoma, arxivdan tasdiq, ish haqi haqida qog'oz, mehnat daftarchasi nusxasi, yashash joyidan ma'lumot va boshqa hujjatlar bilan yurardi. Hozir esa ayrim ma'lumotlar idoralararo elektron almashinuv orqali olinadi. Bu vaqtni tejaydi, navbatlarni kamaytiradi va ayniqsa qishloqda yashaydigan keksalar uchun juda katta qulaylik beradi. Lekin bu yerda xavotirlanish kerak bo'lganlar bor. Agar siz 1990 yillar yoki 2000 yillar boshida xususiy korxonada ishlagan bo'lsangiz, korxona yopilgan bo'lsa, ish beruvchi soliq va ijtimoiy to'lovlarni to'liq ko'rsatmagan bo'lsa, elektron bazada ma'lumot chiqmasligi mumkin. Shuning uchun hammasi avtomatik bo'lar ekan deb kutib o'tirmang. O'zingizning mehnat daftarchangiz, buyruq nusxalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv hujjatlari bor yo'qligini tekshirib chiqing. Real misol keltiraman. Bir kishi 25 yil haydovchi bo'lib ishlagan. Oxirgi 10 yili xususiy firmada ishlagan, lekin firma uni rasmiylashtirmagan yoki ish haqini juda past ko'rsatgan. U men 25 yil ishlaganman deydi. Lekin elektron bazada 15 yil chiqadi. Pensiya hisoblashda esa og'zaki gap emas, hujjat va bazadagi ma'lumot asos bo'ladi. Demak, bunday odam oldindan harakat qilmasa,
pensiyasi kutilganidan ancha kam bo'lishi mumkin. Ikkinchi muhim yo'nalish ish staji va ish haqi ma'lumotlarini elektron bazalar orqali aniqlashdir. Bu juda katta o'zgarish. Chunki pensiya miqdoriga ikkita asosiy narsa kuchli ta'sir qiladi. Umumiy ish staji va hisobga olinadigan ish haqi. Staj qancha to'liq tasdiqlansa, pensiya shuncha adolatli chiqadi. Ish haqi ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, hisob-kitob ham to'g'ri bo'ladi. Avval bir odamning mehnat daftarchasida qabul qilindi degan yozuv bor, lekin bo'shatildi degan yozuv yo'q bo'lishi mumkin edi. Yoki buyruq raqami noto'g'ri yozilgan bo'lardi. Yoki muhr eskirib o'qilmay qolgan bo'lardi. Bunday holatda pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq talab qilardi. Endi elektron ma'lumotlar kengaysa ko'p nizolar kamayadi. Lekin eski davrda ishlaganlar uchun qog'oz hujjatlar hamon muhim. Kimlar bu masalada alohida ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchidan, korxonasi tugatilganlar. Ikkinchidan, kolxoz, sovxoz, zavod, fabrika, qurilish tashkilotlari kabi eski tuzilmalarda ishlaganlar. Uchinchidan, bir necha marta familiyasini o'zgartirgan ayollar. To'rtinchidan, xorijda vaqtincha ishlagan yoki boshqa respublikada mehnat qilgan fuqarolar. Beshinchidan, mehnat daftarchasini yo'qotganlar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasida qizlik familiyasi, pasportda esa turmushdagi familiyasi. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, stajni bog'lash qiyinlashadi. Yana bir misol, erkak kishi 1992 yilda korxonadan bo'shagan, lekin mehnat daftarchasida bo'shatilgan, sana noto'g'ri yozilgan. Shu xato sabab bir necha oy yoki hatto bir yil staj hisobga olinmay qolishi mumkin. Bu esa pensiya miqdorida farq beradi. Uchinchi muhim masala ishlovchi pensionerlarga taalluqli. Ko'pchilik pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Sababi oddiy, pensiya ko'pincha barcha xarajatlarni qoplashga yetmaydi. Dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, nevaralarga yordam kabi xarajatlar bor. Shuning uchun ishlovchi pensionerlarning pensiya olish huquqi juda muhim. Avval ayrim davrlarda ishlovchi pensionerlarga pensiya to'lash bo'yicha cheklovlar bo'lgan. Ayrim toifalarda pensiyaning to'liq emas, ma'lum qismi to'langan holatlar uchragan. Keyingi yillarda bu borada yengilliklar kuchaydi va ishlovchi pensionerlarning pensiyasini to'liq olish huquqi mustahkamlandi. Bu juda katta ijtimoiy adolat masalasi. Chunki odam pensiyaga chiqdi degani, u ishlasa jazolanishi kerak degani emas. Aksincha, u tajribali mutaxassis jamiyatga foyda keltiryapti. Bu nimani anglatadi? Masalan, 62 yoshli o'qituvchi pensiyaga chiqqan, lekin maktabda dars berishda davom etyapti. U ish haqi oladi va shu bilan birga pensiyasini ham olishi kerak. Yoki 65 yoshli shifokor poliklinikada yarim stavkada ishlaydi. U ishlayapman, pensiyam kesiladimi deb qo'rqmasligi kerak. Lekin bu yerda ham rasmiylik muhim. Agar pensioner norasmiy ishlasa, keyingi qayta hisoblashlarda yoki ijtimoiy to'lovlarda muammo tug'ilishi mumkin. Kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Rasmiy mehnat shartnomasi bilan ishlayotgan, ish beruvchisi soliq va ijtimoiy to'lovlarni to'g'ri yuritayotgan pensionerlar. Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Ish beruvchi sizni rasmiylashtirmaymiz, naqd pul beramiz desa, bu kelajakda zarar keltirishi mumkin. Chunki rasmiy ish nafaqat oylik, balki huquqiy himoya, mehnat sharoiti, kasallik varaqasi va boshqa masalalarda ham kerak. To'rtinchi masala pensionerlar uchun eng qiziq joy. Pensiya oshishi, qayta hisoblanishi ustamalar. Davlat tomonidan pensiya va ijtimoiy nafaqalar miqdori vaqti bilan oshirib boriladi. Bu inflyatsiya, oziq-ovqat narxlari, kommunal xarajatlar va aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish ehtiyoji bilan bog'liq. Prezident imzolagan hujjatlar odatda eng kam pensiya, bazaviy hisoblash miqdori, yoshga doir pensiyalar, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi va ayrim ustamalarni tartibga soladi. Bu yerda odamlar ko'p adashadigan nuqta bor. Pensiya oshdi degani hammaning pensiyasi bir xil summaga oshadi degani emas. Kimning pensiyasi minimal darajaga yaqin bo'lsa, unga bir xil ta'sir qiladi. Kimning pensiyasi staj va ish haqiga qarab yuqoriroq bo'lsa, boshqa tartibda oshishi mumkin. Ayrim ustamalar esa faqat muayyan toifadagilarga beriladi. Nogironligi bo'lgan shaxslar, urush va mehnat faxriylari, yolg'iz keksalar, o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar. Masalan, bir pensioner 900 ming so'm pensiya oladi. Ikkinchisi 1 million 800 ming so'm oladi. Davlat pensiyalarini ma'lum foizga indeksatsiya qilsa,
ikkisining oshgan summasi bir xil bo'lmasligi mumkin. Yana bir misol. Takkimida yoshdan oshgan, yolg'iz yashaydigan, farzandlari boshqa hududda bo'lgan pensioner ijtimoiy xizmat yoki qo'shimcha yordamga ehtiyoj sezishi mumkin. Bunday holatda faqat pensiya jamg'armasi emas, mahalla, ijtimoiy himoya organlari va tibbiyot muassasalari bilan ham aloqa qilish kerak bo'ladi. Kimlar qayta hisoblashni so'rashi mumkin? Agar sizda oldin hisoblanmagan staj topilsa, ish haqi haqida yangi tasdiqlovchi hujjat chiqsa, nogironlik guruhi belgilansa, qaramog'ingizdagi mehnatga layoqatsiz shaxslar bo'lsa yoki qonunda belgilangan boshqa asoslar yuzaga kelsa, murojaat qilish mumkin. Lekin qo'shnimniki oshibdi, meniki ham oshsin degan gap yetarli asos bo'lmaydi. Har bir pensiya shaxsiy hujjatlar asosida hisoblanadi. 5-chi muhim yo'nalish keksalarning sog'lig'i bilan bog'liq. Pensiya yoshidagi odam uchun eng katta xarajat ko'pincha oziq-ovqat emas, aynan dori-darmon bo'ladi. Qon bosimi, qandli diabet, yurak kasalliklari, bo'g'im og'rig'i, ko'z, eshitish, operatsiya, reabilitatsiya kabi masalalar doimiy mablag' talab qiladi. Shuning uchun pensionerlarga tibbiy xizmat, bepul yoki imtiyozli dori, sanatoriy yo'llanmalari, protez ortopediya buyumlari, parvarish xizmatlari bo'yicha beriladigan huquqlarni bilish juda muhim. Bu yerda bir narsani aniq aytaman. Hamma pensionerga ham barcha dori bepul beriladi deb o'ylash noto'g'ri. Imtiyozlar ma'lum kasalliklar, ma'lum toifalar yoki ijtimoiy holatga qarab belgilanadi. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxs urush qatnashchisi, yolg'iz keksalar, kam ta'minlangan oiladagi pensioner yoki doimiy davolanishga muhtoj bemor uchun alohida tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun poliklinikanggizdagi oilaviy shifokor, mahalla va ijtimoiy himoya bo'limi bilan gaplashib, o'zingizga tegishli imtiyozlarni aniqlab oling. Real hayotiy misol. 7 yoshli otaxon qandli diabet bilan ro'yxatda turadi, lekin qaysi dori imtiyozli berilishini bilmaydi. Har oy dorixonadan o'z hisobidan sotib oladi. Keyin ma'lum bo'ladiki, u ayrim dori vositalarini imtiyozli ro'yxat bo'yicha olishi mumkin ekan. Agar u bir yil davomida har oy 1,5 ming so'mdan ortiqcha sarflagan bo'lsa, yiliga 1,8 million so'm pulini tejashi mumkin edi. Yana bir misol, yolg'iz yashovchi buning uyiga ijtimoiy xodim biriktirilishi mumkin. Lekin bu murojaat qilmagani uchun bu xizmatdan foydalanmaydi. Demak, huquq bor, ammo uni bilmaslik zarar keltiradi. 6-qonun, kommunal, soliq, meros va boshqa maishiy masalalarda pensionerni himoya qilish 6-yo'nalish ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin hayotda juda muhim bo'lgan masalalar. Kommunal to'lovlar, mol-mulk solig'i, yer solig'i, meros, notarial harakatlar, ijro hujjatlari bo'yicha ushlab qolishlar va qarzdorlik. Pensionerlar ko'pincha farzandlari yoki qarindoshlari nomidagi uyda yashaydi yoki aksincha, uy pensioner nomida bo'ladi. Lekin to'lovlarni boshqalar qiladi. Shu yerda turli muammolar tug'iladi. Ayrim toifadagi pensionerlar mol-mulk solig'i yoki yer solig'i bo'yicha imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu imtiyoz avtomatik qo'llanmagan holatlar ham uchraydi. Masalan, uy pensioni nomida, lekin soliq organi bazasida imtiyoz belgilangan. Natijada qarzdorlik chiqadi. Pensioni men bilmaganman deydi. Lekin qarzdorlik yig'ilib boradi. Shuning uchun soliq ilovasi, soliq inspeksiyasi yoki davlat xizmatlari markazi orqali o'z holatingizni tekshirib qo'yish kerak. Kommunal to'lovlarda ham shunday. Agar xonadonda hisoblagich noto'g'ri ishlasa, eski qarzdorlik qolgan bo'lsa yoki abonent ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, pensionerga ortiqcha qarz yozilishi mumkin. Masalan, bu yolg'iz yashaydi. Lekin bazada xonadonda 5 kishi ro'yxatda turgan deb ko'rsatilgan. Ayrim xizmatlar bo'yicha bu hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Yoki gaz, elektr, suv hisoblagich ko'rsatkichlari vaqtida kiritilmagan bo'lsa, o'rtacha hisob bilan katta summa chiqib ketadi. Ijro hujjatlari bo'yicha ham ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zan pensioner kafil bo'lgan qarindoshiga kredit olishda yordam bergan. Keyin qarzdorlik uning pensiyasidan ushlab qolinadi. Qonun bo'yicha pensiyadan ushlab qolish tartibi va chegaralari bor. Hech kim pensionerni butunlay daromadsiz qoldirib qo'yishi mumkin emas. Agar pensiyangizdan ushlab qolinayotgan summa juda katta bo'lsa, ijro byurosiga yozma murojaat qiling. Qaror nusxasini so'rang, ushlab qolish asosi miqdorini tekshirtiring. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya avtomatik tayinlanadi degan gap hamma holatda to'liq ishlamaydi. Elektron tizim yordam beradi. Lekin sizning stajingiz eski hujjatlarda bo'lsa,
bazada chiqmasa, baribir tasdiqlash kerak bo'ladi. Shuning uchun davlat o'zi biladi deb kutish noto'g'ri. Ikkinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuv pensiyaga avtomatik kiritilmaydi. Yozuv aniq sanalar to'g'ri, tashkilot nomi, buyruq raqami, muhr va imzo bo'lishi kerak. Agar shubha tug'ilsa, qo'shimcha hujjat so'raladi. Ayniqsa mavsumiy ish, pudrat shartnoma asosida kolxoz a'zosi, dehqon xo'jaligi kabi holatlarda alohida tartib bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Norasmiy ishlagan yillar odatda stajga kirmaydi. Odam men ustada 10 yil ishladim. Do'konda sotuvchi bo'ldim. Qurilishda yurib oilamni boqdim deyishi mumkin. Bu hayotiy jihatdan mehnat. Lekin pensiya hisobida hujjat bo'lmasa, tan olinishi qiyin. Shu sabab yoshroq tomoshabinlarga ham aytaman. Ota-onangizning xatosini takrorlamang, rasmiy ishlang. 4-nozik jihat. Farzand parvarishi, harbiy xizmat. O'qish davri, nogiron bola parvarishi kabi davrlarning pensiya stajiga ta'siri bor. Lekin har birining o'z sharti mavjud. Masalan, ayol kishi farzand parvarishida bo'lgan davrni stajga kiritish uchun tug'ilganlik guvohnomalari va boshqa tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. Harbiy xizmat uchun harbiy bilet muhim. O'qish davri bo'yicha esa qaysi davr? Qaysi ta'lim shakli va qonunchilikdagi tartibga qaraladi. 5-nozik jihat. Pensiya miqdori noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, faqat og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Hisob-kitob varaqasini so'rang. Qaysi yillar stajga kiritilganini, qaysi ish haqi olinganini bilib oling. Ko'p odam aynan shu hujjatni so'ramaydi. Natijada nimaga kam yoki ko'p chiqqanini tushunmaydi. 6-nozik jihat. Muddatlar. Ba'zi to'lovlar murojaat qilingan kundan boshlab tayinlanadi. Ba'zilari esa huquq paydo bo'lgan kundan hisoblanishi mumkin. Agar siz kechiksangiz ayrim pullarni yo'qotishingiz ehtimoli bor. Shuning uchun 25 avgustgacha deb men alohida aytyapman. Shu osanagacha kamida hujjatlaringizni bir ko'zdan kechiring, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring, savollaringizni yozib oling va tegishli idoraga murojaat qiling. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki SSSR raqami, tug'ilganlik sanasi, familiya, ism va otasining ismi barcha hujjatlarda bir xil yozilganmi? Shuni ko'ring. Ayniqsa ayollar nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlab qo'ysin. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni ko'rib chiqing. Har bir ish joyida ishga qabul qilingan sana, ishlatilgan sana, buyruq raqami, imzo va muhr bormi? Agar muhr o'qilmasa yoki yozuvda xato bo'lsa, oldindan arxivga murojaat qiling. Korxona mavjud bo'lsa, kadrlar bo'limidan tasdiqlovchi ma'lumotnoma oling. Korxona tugatilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga so'rov yuboring. 3-qadam, ish haqi ma'lumotlarini tekshiring. Pensiya hisobida faqat staj emas, ish haqi ham muhim. Agar siz yuqori ish haqi olgan davrlaringizni tasdiqlay olsangiz, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Eski ish joyingizdan ma'lumotnoma, arxiv hujjati, hisob-kitob varaqalari bo'lsa, saqlang. Ularni tashlab yubormang. 4-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Mening pensiyam qanday hisoblangan? Qaysi stajlar kiritilgan? Qaysi davrlar hisobga olinmagan? Qayta hisoblashga asos bormi? degan savollarni yozma shaklda bering. Yozma murojaat qilsangiz, sizga yozma javob berilishi kerak bo'ladi. 5-qadam, may.uz, soliq organlari xizmatlari. Kommunal xizmatlar shaxsiy kabinetlari orqali qarzdorlik va ma'lumotlarni tekshiring. Agar internetdan foydalana olmasangiz, farzandingiz, nevarangiz yoki ishonchli tanishingizdan yordam so'rang. Lekin login, parol va bank kartangiz ma'lumotlarini begonalarga bermang. Firibgarlar aynan pensionerlarni ko'p aldaydi. 6-qadam, tibbiy imtiyozlaringizni aniqlang. Oilaviy shifokorga boring va mening kasalligim bo'yicha imtiyozli dori yoki yo'llanma bormi deb so'rang. Nogironlik, doimiy parvarish, sanatoriy, protez, reabilitatsiya vositalari bo'yicha ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Mahalla raisi yoki ijtimoiy xodimdan ham ma'lumot oling. 7-qadam, agar pensiyangizdan ushlab qolish bo'lsa, asosni tekshiring. Ijro byurosidan qaror nusxasini so'rang. Qancha qarz, kimning foydasiga, qancha foiz ushlab qolinmoqda, bularni biling. Agar noto'g'ri bo'lsa, shikoyat qiling. Pensioner o'z huquqini bilmasa, boshqalar uning nomidan qaror chiqarib yuborganini kech bilib qolishi mumkin. 8-qadam, barcha hujjatlarning nusxasini alohida papkaga joylang.
pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, harbiy bilet, diplom, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik ma'lumotnomasi, pensiya tayinlash qarori, bank kartasi rekvizitlari alohida tartibda tursin. Bu oddiy maslahatdek ko'rinadi. Lekin amalda eng ko'p muammo hujjat yo'qolganidan chiqadi. Hurmatli tomoshabinlar, bugun men pensionerlar uchun muhim bo'lgan 6 ta asosiy yo'nalishni tushuntirdim. Pensiya tayinlashning soddalashuvi, staj va ish haqi ma'lumotlarining elektronlashuvi, ishlovchi pensionerlarning huquqlari, pensiya va ustamalarni qayta hisoblash, tibbiy va ijtimoiy imtiyozlar, shuningdek kommunal, soliq va maishiy masalalarda pensionerlarni himoya qilish. Eng asosiy fikr shuki, huquqingiz borligi boshqa, undan foydalana olish boshqa. Agar hujjatlaringiz to'liq bo'lmasa, bazada xato bo'lsa, ariza bermasangiz yoki imtiyozingizni bilmasangiz, o'zingizga tegishli pul va yordamdan mahrum bo'lib qolishingiz mumkin. Shuning uchun 25 avgustgacha hujjatlaringizni tekshirib chiqing. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, mahalla, soliq organi va poliklinikaga murojaat qiling. Agar sizda pensiya hisob kitobi, stataj, imtiyoz yoki ushlab qolishlar bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hududdan ekaningizni va muammo nimada ekanini qisqa tushuntiring. Keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot butun oilaning pulini, vaqtini va asabini saqlab qolishi mumkin.